Hammaga assalomu alaykum. Videoni boshlashdan avval bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu animelardagi super kuchlar va sehr faqatgina inson xayoli. Haqiqiy kuch va yordam yolg'iz Alloh taolodan keladi. Lekin shoshmang, Vikir ochko'z qilichini darhol to'xtatishga urindi. "Hoy, sekinroq, hammasini yeb qo'yma. Axir jasad juda majaqlanib ketsa, ertaga imtihon tekshiruvida buni qanday tushuntiraman?" deb baqirdi u. Vikir qo'lidagi Velzevulni sekin chertib qo'ydi-da, qat'iy ovozda: "Bo'ldi, yetar", dedi. Shunda nima bo'ldi deng? Qonxo'r Velzevul xuddi onasidan dakki eshitgan yosh boladek og'riqdan g'ingshanib yig'lab yubordi. Shundan so'ng Vikir qilichni tekshirsa, Velzevulning barcha uchta bo'shlig'i allaqachon to'lib bo'lgan ekan. Qarang, A+ darajali Serberning dahshatli kuyish jarohati, B+ darajali dahshat itining qon ketishi va shoshmang, F darajali Norvegiya kanalizatsiya kalamushining o'ta tezkor regeneratsiyasi. Nima balo? Vikir bu kalamush qobiliyatini ko'rib ochiqchasiga shok holatiga tushdi va atrofga qarab, Serberning ulkan jasadidagida ezilib yotgan bechora o'lik kalamushni payqab qoldi. Ha, ochko'z Velzevul Serber bilan birga uning tagidagi pachoq bo'lgan kalamushni ham qo'shib yutib yuborgan ekanda, ana bo'lmasam. Shunga qaramay Vikir Serberdan o'sha kuyish jarohati qobiliyatini olganini o'zining eng katta yutug'i deb hisobladi. Axir termaliya, ya'ni o'lchovli kuyish og'rig'i bu inson bolasi boshdan kechirishi mumkin bo'lgan eng chidab bo'lmas dahshat azoblardan biri hisoblanadi. Endi Vikirni to'xtatib ko'ring-chi. Bu qobiliyat dahshat itining qon ketishidan ming chandon dahshatliroq azob berardi. Xullas, amaliy imtihon uchun topshiriladigan maxluq jasadini tayyorlab bo'lgach, Vikir xotirjamgina imtihon tugaguniga qadar shu yerda dam olib kutishga qaror qildi. Vaqt o'tib, barcha yosh bo'rilar o'zlarining qonli amaliy imtihonlarini tugatib, Baskerville saroyiga qaytib kelishdi. Ular endi o'z baholarini yurak hovuchlab intiqlik bilan kutishardi. Baholash natijalari e'lon qilingach, yosh jangchilar o'zlari ovlagan maxluqlarning tana qismlaridan yaralgan ajoyib qalqon, qilich yoki tumorlarini mukofot sifatida qabul qilib olishdi. Lekin oralarida bitta yosh bo'ri shunday bir dahshatli maxluqni ovlab kelgan ediki, bu butun Baskervillar oilasini ochiqchasiga shok holatiga tushirib qo'ydi. Baskervillar oilasining qattiqqo'l boshlig'i Gyugo o'zining hashamatli xonasida ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lib bosh xizmatkoriga qarab, "Nima deding? Kim nimani ushlab keldi?" deb baqirib yubordi. Bosh xizmatkor esa qaltirab, atigi 8 yoshli mitti bola yosh xo'jayin Vikir van Baskervill imtihon paytida tasodifan taqiqlangan hududga o'tib qolgan o'sha afsonaviy A+ darajali Serberni ovlaganini ma'lum qildi. Qoyilmisiz? Amaliy imtihonda Gyugo ochiqchasiga hayratda edi. Axir Vikir ovlagan bu A+ darajali maxluqdan hatto oilaning eng kuchli, tajribali qo'riqchi ritsarlari ham o'zini olib qochardi-ku. Bosh xizmatkor vaziyatni tushuntirishda davom etib, bu dahshatli maxluq avvalroq yovvoyi qabilalar tomonidan og'ir yaralanganini va yosh xo'jayin Vikir o'zining oddiy yog'och nayzasiga qandaydir noma'lum zahar surtib uni o'ldirganini aytdi. Lekin eng qizig'i shunda ediki, bu qanaqa zahar ekanligini yoki 8 yoshli bola uni qayerdan topgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Sir ustiga sir. Gyugoning qiziqishi yanada ortib ketdi. Biroq bosh xizmatkor faqatgina ov jurnalida yozilgan quruq ma'lumotlarnigina o'qib bera olardi xolos. U aslida yosh xo'jayin Vikirning o'zidan bu haqda batafsil so'ramoqchi bo'lgan ekan, lekin bizning ayyor qahramonimiz, "Men juda charchadim, uxlamasam bo'lmaydi", deb shartta o'z xonasiga kirib ketibdi. Buni eshitgan Gyugo miyig'ida kulib qo'ydi va "Qaraya, bu kichkina yaramas yoshligidanoq shunchalik ayyor va tulki bo'lib o'syapti", deb qoyil qoldi. Gyugo doim bitta oltin qoidaga ishonardi. Ma'lumot bu kuch. Kuch esa bu dunyoda hamma narsani hal qiladi. Bosh xizmatkor esa o'zining hayratini umuman yashira olmadi va "To'g'risi, toza qonli Le emas, balki noqonuniy Van ismli itning shunchalik dahshatli iqtidorga ega ekanligidan shokdaman", deb yubordi. Shunda Gyugo unga sovuq nigoh bilan qarab, o'zi uchun itlarning qoni yoki nasl nasabi umuman qiziq emasligini, u hech kimni ajratmasligini aytdi. U o'z bo'rilarini ularning kelib chiqishiga qarab emas, balki faqatgina iqtidori, kuchi va ko'zidagi yovvoyi g'azabiga qarab tarbiyalar edi. Bu degani hatto ko'chadan kelgan oddiy it ham qirollik qoniga ega bo'lganlarni bemalol pachoqlab tashlashi mumkin edi. Bosh xizmatkor ichida, nahotki xo'jayin hozir o'sha og'ir yakkalanish mashg'ulotida tayyorlanayotgan o'zining ikkinchi o'g'li haqida xavotir olayotgan bo'lsa, deb o'ylab qoldi. Biroq u bu xavfli fikrlarni ovoz chiqarib aytishga jur'at eta olmadi va shunchaki bosh egib kechirim so'radi. Gyugo uning uzrini qabul qildi-yu, lekin hozir kayfiyatini ko'taradigan qandaydir qiziqroq narsa kerakligini aytdi. Bosh xizmatkor esa darhol vaziyatni tushunib, "Unday bo'lsa, men hoziroq yosh xo'jayin Vikirni huzuringizga chaqirtiraman", deb javob berdi. Qani, ota-bola suhbati qanday kecharkan? Vikir ota Gyugoning ro'parasida zarracha ham hayajon
xayollanmay, o'ziga ishonch bilan xotirjam turardi. Gyugo undan amaliy imtihonda o'sha dahshatli Serberni qanday qilib tutganini so'raganida, Viker pinjini buzmay, "Men yog'och nayzamga shokolad surtib qo'ygandim. Axir bu itlar uchun o'limga olib keluvchi eng zo'r zahar-ku", deb javob berdi. Buni eshitgan Gyugo ochiqchasiga hayratda qoldi va shundagina Viker ovdan oldin nega aynan shokolad so'raganini tushunib yetdi. Qoyilmisiz bu aqlga? Xonada turgan bosh xizmatkor esa ota va o'g'il o'rtasida hech qanday salom alik yo'qligini ko'rib, yoqasini ushlab qoldi. Nahotki ota bolaning suhbati shunday sovuq bo'lsa, deb o'ylardi u. Lekin suhbat davom etdi va Gyugo Vikerdan nega xizmatkor ov haqida so'raganida unga tuzukroq javob bermaganini so'radi. Viker esa xotirjam bilan, "Chunki xizmatkor mening xo'jayinim emas", deb javob berdi. Gyugo qoshlarini chimirib, "Unda sening xo'jayining kim o'zi?" deb so'raganida Viker shunchaki, "Men shu urug'ga tegishliman. Demak, urug'ning boshlig'i mening ham xo'jayinimdir", deb zo'r javob berdi. Gyugo miyig'ida kulib qo'ydi va Vikerni ajoyib ov bilan tabriklab, mukofot sifatida maxluqning butun jasadi faqat unga tegishli bo'lishini e'lon qildi. Eng qizig'i, eng yuqori ball to'plagani uchun Viker bitta tilak bildirish huquqiga ega bo'lgandi. Buni eshitgan Vikerning ko'zlari chaqnab ketdi. Axir u nima xohlashini juda yaxshi bilardi-da. U qat'iy ohangda o'z tilagini aytdi. 10 ming maktub kutubxonasiga kirishga ruxsat bering. Oho, bu kutubxona butun imperiyadagi eng yirik va eng maxfiy joylardan biri bo'lib, Baskervillar urug'ining qoq markazida joylashgan edi. Gyugo bu kutilmagan tilakdan hayratlanib, qoshini yuqoriga ko'tardi va Vikerga bu kutubxonaga faqatgina oila boshlig'i, uning o'rinbosari va ularning to'g'ridan-to'g'ri merosxo'rlari kirishi mumkinligini eslatib qo'ydi. Lekin bizning qaysar Viker zarracha ham bo'sh kelmadi. "Agar ruxsat yo'q bo'lsa, mayli, voz kechaman", dedi. Aslida esa ichida allaqachon u yerga yashirincha kirib borish rejasini tuzib bo'lgandi. Ayyor-a! Biroq kutilmaganda Gyugo unga kutubxonaga kirishga ruxsat berib yubordi. Mana bo'lmasam. Viker shok holatiga tushib qoldi, lekin bu hali hammasi emasdi. Gyugo unga kutubxonaning eng ichkarisidagi 6-chi taqiqlangan hududga kirishni va u yerdagi Baskervilning 6-chi texnikasini o'qishni buyurdi. Voy bo! Viker quloqlariga ishonmasdi. Qanday qilib Gyugo ismida van qo'shimchasi bor bo'lgan oddiy noqonuniy bolaga oilaning eng maxfiy 6-chi texnikasini o'qishga ruxsat berishi mumkin? Qanaqa dahshatli burilish. Tasavvur qilyapsizmi? Noqonuniy farzandning 4-chi texnikadan u yog'iga o'tishi tarixda umuman eshitilmagan, aqlga sig'maydigan voqea edi. Lekin bizning sovuqqon Viker o'zini yo'qotib qo'ymadi. U xotirjamlik bilan vaziyatni tahlil qila boshladi. Axir bu shunchaki 6-chi texnika-ku, deb o'zini yupatdi. Vikerning ko'zlarida qat'iyat olovi yonardi. U hozirgi paytda ota Gyugo Baskervilning 7-chi texnikasida ekanligini va vaqt orqaga qaytishdan oldin Gyugo naq 9 ta qoziqtishni o'zlashtira olganini juda yaxshi bilardi. Lekin Viker o'tgan hayotida noqonuniy farzand sifatida ko'rgan xorliklarini, kamsitishlarini bir soniyaga ham unutmagan edi. Uning yagona maqsadi Gyugoning darajasidan ham balandroqqa sakrash. Uning asl nishoni nima deysizmi? Baskervilning eng buyuk merosi, ya'ni o'sha mashhur 7 ta buyuk falokatni bo'ysundira olgan birinchi ota-bobosining ta'limotlarini o'z ichiga olgan afsonaviy qilichbozlik darslarini qo'lga kiritish edi. U bu kitob uning mutlaq g'alabasi uchun yagona kalit ekanligini va eng qizig'i, bu kalitni unga aynan Gyugoning o'zi qo'llari bilan tutqazishini bilib miyig'ida kulib qo'ydi. Qoyilmisiz bu rejasiga? Gyugo yuzida g'alati sovuq tabassum bilan Vikerga omad tilaganida Viker hurmat bilan ta'zim qilib minnatdorchilik bildirdi. Lekin ichida nima deb o'yladi deysizmi? U Gyugo o'zi shunchaki berib yuborayotgan bu oddiy kitobning aslida qanchalik dahshatli kuchga ega ekanligini umuman tushunmasligini bilib ustidan kulardi. Viker uchun bu ayni muddao edi. U bu oltin imkoniyatdan 100% foydalanib, hammaning, hatto Gyugoning ham aqliga sig'maydigan darajada kuchli yirtqichga aylanishiga ishonchi komil edi. Va nihoyat Viker o'z hayotida birinchi marta o'sha mashhur 10 ming maktub kutubxonasiga qadam qo'ydi va atrofning viqoridan hayratda qoldi. U javondagi kitoblarni birma-bir ko'zdan kechirarkan, ularning dahshatli nomlarini o'ziga o'zi pichirlab o'qiy boshladi. Kesishuvchi kuraklar, ezuvchi oziq tishlar, teshuvchi qoziq tishlar, 2 marta sanchiluvchi qiyshiq tish, yotib olgan aql tishlari va yana qanchadan qancha qonli qilichbozlik sirlari. Voy bo, nomlarini qarang, bular aynan u o'tgan hayotida o'rganishni shunchalik qattiq orzu qilgan, lekin unga doim taqiqlangan o'sha afsonaviy kitoblar edi-da. Lekin bitta katta muammo bor edi. Viker Baskervilning noqonuniy farzandi qanchalik ko'p sehrli ma'na kuchiga ega bo'lmasin, baribir 4-chi texnikadan yuqori bo'lgan qilichbozlik sirlarini o'rganish qat'iyan man etilganini yaxshi bilardi.
Nega deysizmi? Chunki Baskervillar oilasi buni ataylab o'ziga xos himoya mexanizmi sifatida o'ylab topgan. Toki kelajakda oilaning sodiq itlariga aylanadigan bu bolalar hech qachon o'z xo'jayinlariga qarab tish qayramasin. Qanaqa ayyorlik, ha? Viker kutubxonaning eng qorong'u burchagiga yetib kelganida qalin zanjirlar bilan bog'langan va o'rtasida katta qulf osilgan sirli bir kitobga ko'zi tushdi. Nahotki shu bo'lsa, o'sha mashhur 6-texnika kitobi shumi? deb o'yladi u hayajonlanib. U Gyugo unga aynan shu 6-texnikani o'qishni taklif qilganida hali ham ishona olmagandi. Axir vaqt orqaga qaytishdan oldin u bunday imkoniyatni hatto eng shirin tushlarida ham ko'rmagan bo'lardi-da. Viker qulfni sekin ocharkan birdan hammasini tushunib yetdi va miyig'ida kulib qo'ydi. Ha, tushunarli. Gyugo menga ataylab ruxsat bergan, chunki u atigi 8 yoshli mitti bola bu dahshatli kitobning ichidagi narsalarni bir kun ichida umuman yodlab qola olmaydi deb o'ylaganda. Lekin Gyugo kim bilan o'ynashayotganini hali bilmaydi. Do'stlar, bir narsani unutmang, Viker vaqt orqaga qaytishdan oldin birinchidan 4-texnikagacha bo'lgan barcha nazariyalarni shunchalik ko'p o'qigandiki, hatto ko'ngli aynib ketadigan darajaga yetgandi. U buni shunchaki zerikkanidan emas, balki 5-texnikaning sirini ochish va o'zlashtirish uchun qilgan edi. Viker birdan dahshatli haqiqatni tushunib yetdi. 4-tishni chiqargandan keyin u mana oqimini shartta to'xtatish kerak ekan. Balki shuning uchun ham 5-tishni yarata olmagandirman, deb o'yladi u. Baskervill qilichbozligi shunaqangi g'alati va o'ziga xos xususiyatga ega ediki, qilichning darajasiga qarab 1-texnika uchun bitta tish, ikkinchisi uchun ikkita tish va hokazo paydo bo'lardi. Va bu tishlarni chiqarganingizda, voy bo, qip-qizil qonrang dahshatli qilich energiyasi otilib chiqardi. Shuning uchun garchi unga 6-texnika kitobini o'qishdek aql bovar qilmas imkoniyat berilgan bo'lsa ham, bizning sovuqqon Vikerga buning umuman qizig'i yo'q edi. Qalay, kutmagandingiz-a? Aslida u 10 ming maktub kutubxonasiga bundan boshqa ancha kattaroq maqsad bilan kelgan edi. U o'zining hozirgi darajasidan ham yuqoriroq, dahshatliroq bosqichni topishi kerak edi. Viker xotirjamlik bilan qilichbozlik kitoblari bo'limidan chiqib ketganida, eshik oldidagi qo'riqchilarning ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi. Ular ishonqiramay, "Nima? Shuncha tez o'qib bo'ldingizmi? Hazillashyapsizmi?" deb so'rashdi. Qo'riqchilar unga yana boshqa kutubxonaning eng chuqur joylarida saqlanadigan noyob qilichbozlik kitoblarini olib kelib berishini taklif qilishdi. Lekin Viker ularning taklifini muloyimlik bilan rad etib, o'ziga kerakli narsani allaqachon olib bo'lganini aytdi. Qo'riqchilar bu mitti bolakayning shunchalik tez tugatganiga qoyil qolib, hech bo'lmasa boshqa bo'limlarni ham aylanib ko'rishni maslahat berishdi. Viker esa ularni tinchlantirib ketishdan oldin boshqa oddiy kitoblarni ham ko'zdan kechirish niyati borligini aytib, yo'lida davom etdi. Viker uzoqlashishi bilanoq orqada qolgan qo'riqchilar o'zaro g'iybatni boshlab yuborishdi. Ular Viker ketayotgan bo'lim faqatgina hech kimga kerak emas, har xil keraksiz kitoblar bilan to'la ekanligini aytib ustidan kulishardi. Qo'riqchilardan biri, "Agar men uning o'rnida bo'lganimda kutubxonaning tubida joylashgan o'sha dahshatli qilichbozlik darslarini o'qigan bo'lardim. Balki u hali yosh bola bo'lgani uchun ularning qadrini bilmasa", deb aqllilik qildi. Viker ularning bu pichir-pichirlarni juda yaxshi eshitib turardi, lekin ichida, "Mayli, shu ahmoqona xayollari bilan qolishaversin", deb e'tibor bermadi. Axir u o'sha chang bosgan, keraksiz deb o'ylagan kitoblar orasida qanday aql bovar qilmas xazina yashiringanini juda yaxshi bilardi-da. Viker kutubxonani ko'zdan kechirarkan, to'satdan uning ko'zlari chaqnab ketdi. Uning nigohi pistirmadagi hujum deb nomlangan bitta kitobga tushdi. U darhol kitobga qo'l cho'zib, uni mahkam ushladi. Ha, bu aynan u shuncha vaqtdan beri qidirgan o'sha afsonaviy kitob edi. U kitobni ochib ko'rdi. Varaqlar yirtilgan, usti chang, tashqaridan qaraganda shunchaki axlatga o'xshardi, lekin faqatgina Viker uning ichidagi dahshatli kuchni va asl qadrini bilardi. Vikerning ko'z oldidan o'tgan hayotidagi itlar otryadida xizmat qilgan o'sha qonli damlar birma-bir o'tdi. O'shanda ular Baskervill ajdodlarining o'z qo'li bilan yozilgan qilichbozlik darsligidan yirtib olingan yagona sirli bir sahifani topib olishgandi. Bu sahifaga mos keladigan kitobni topish vasvasasiga tushib qolgan ota Gyugo butun boshli kutubxonani ostin-ustun qilib tashlagan va nihoyat u aynan mana shu pistirmadagi hujum kitobidan topilgandi. Kitob ichida nima bor ekan deysizmi? Baskervill ajdodlarining eng maxfiy yozuvlari. Hatto Gyugoni tom ma'noda aqldan ozdiradigan o'sha afsonaviy 10-texnika ham shu yerda edi. Gyugo qolgan 6 ta yirtilgan sahifani topish uchun o'zining sodiq itlarini qit'adagi 7 ta buyuk oilaning ustiga g'ij-g'ijlagan. Hatto sahifani berishni rad etganlarga ochiqchasiga qonli urush e'lon qilgandi. Qanchadan qancha bechora itlarning qurbon bo'lishi va qon to'kilishi evaziga barcha yetishmayotgan sahifalar Gyugoning qo'liga keltirib berildi. Lekin shuncha qurbonlik va sadoqat uchun Viker qanday mukofot olgan bilasizmi? Gyugo shunchaki yaxshi ish qilding deb qo'ygan xolos. Ana,
Adolat bormi o'zi? Aynan mana shu topilgan sahifalar tufayli Hugo o'zining 7-texnikasini yorib o'tgan. To'g'ridan-to'g'ri 9-texnikaga erishgan edi. Lekin bu yutuqlarning to'lovi juda dahshatli bo'ldi. Uning bu g'alabasi ostida son-sanoqsiz isrof qilingan sodiq itlarning jasadlari, majaqlangan yuzlar va daryo bo'lib oqqan qonlar yotardi. Vikir bu qonli xotiralarni eslarkan g'azabdan ko'zlari qisilib ketdi va qanaqa ahmoqona itdek hayot kechirgan ekanman-a deb o'zini o'zi so'kdi. U endi bu xatoni takrorlashga, o'zini yana qurbon qilishga aslo yo'l qo'ymasligini qat'iy bilardi. Vikir o'sha yetishmayotgan 6 ta sahifaning har bir so'zini, butun mazmunini yoddan bilar edi va u birdan tushunib yetdi. O'tgan hayotida 4-texnikadan u yog'iga o'ta olmaganiga yagona sabab unda aynan mana shu asl kitobning o'zi bo'lmagan ekan. U o'sha yirtilgan sahifalar bu dahshatli texnikalarni to'liq o'zlashtirish uchun yagona kalit ekanligini tushundi. Ularsiz bu qalin kitob shunchaki ma'nosiz, tasodifiy va mutlaqo keraksiz harakatlar to'plamidan boshqa hech narsa emasdi. Qoyilmisiz? Vikir bu chang bosgan kitobni biroz varaqlab chiqqach, o'ziga o'zi ovoz chiqarib shunday dedi: agar bu kitobni qandaydir oddiy odam yoki boshqa jangchi o'qisa, bu shunchaki hech qanday ma'noga ega bo'lmagan bema'ni va zerikarli yozuvlar to'plami bo'lib tuyuladi. Qachonki siz mening xotiramdagi o'sha yetishmayotgan sahifalardan foydalanib, kitobdagi bo'shliqlarni to'ldirsangiz bormi? Bu yolg'on va chalg'ituvchi ma'lumotlar birdaniga aql bovar qilmas, dahshatli qilichbozlik durdonasiga aylanadi. Vikir vaqt orqaga qaytishdan oldin qilich Graudator aurasining eng yuqori cho'qqisiga va 4-texnikaning eng mukammal darajasiga yetishgan edi. U bu dahshatli kuchga yana erisha olishini 100% bilardi. Lekin bu safar, bu safar u o'tmishdagi xatolarni takrorlamaydi. U o'ziga o'zi qat'iy qasam ichdi. Hali 15 yosh to'lmasidanoq men o'tgan hayotimdagi yo'qotgan o'sha yirtqich kuchimni to'liq qaytarib olaman. Vikir bu sirli kitobni o'qishga shunchalik sho'ng'ib ketdiki, atrofida vaqt qanday shamoldek tez o'tib ketganini sezmay qoldi. Nihoyat u bu dahshatli kitobni yopganida qarasaki tun allaqachon kunga aylanib tong otib bo'lgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? U tuni bilan uxlamagan. Vikir bu qisqa vaqt ichida qanchalik aql bovar qilmas yutuqqa erishganidan o'zi ham hayratda edi va butun boshli kitobni har bir so'zgacha miyasiga qo'yib olgani uchun o'zi bilan ochiqchasiga faxrlanardi. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Vikir o'rnidan turarkan atrofiga sinchkovlik bilan ko'z yugurtirdi va qiziq, qo'rqinchli ritsarlar umuman hech qayerda ko'rinmasdi. Ayni muddao, to'g'ri, u hozirgi mitti 8 yoshli tanasi bilan birdaniga 10 ta tishni chiqara olmasligini juda yaxshi bilardi, lekin u o'tgan hayotida hech qachon erisha olmagan o'sha afsonaviy 5-texnikani hoziroq o'zlashtirish uchun yetarli salohiyatga ega ekanligiga 100% ishonchi komil edi. Vikir butun vujudi bilan diqqatini jamlab ro'parasida turgan tosh haykalga qarab qat'iy holat oldi va u o'zining dahshatli Baskerville qilich texnikasi bilan haykalga ayovsiz zarbalar bera boshladi. Har bir zarbada u o'zining ichida yig'ilib qolgan butun yirtqich kuchini tashqariga chiqarib yuborardi. Qani sanaymiz. Birinchidan u texnikani mukammal bajardi, keyin darhol 2-texnikaga o'tdi. Uning ortidan 3-texnika va nihoyat o'sha dahshatli 4-texnikani ham ishga soldi. U haykal bilan jang qilarkan miyasida o'tgan hayotdagi qonli va alamli xotiralari xuddi kinodek aylanardi. U o'tgan umrda qilich Graduatori aurasining eng yuqori cho'qqisiga chiqish uchun qanchalik qon yutib itdek mehnat qilganini esladi. Lekin shuncha mehnat evaziga u o'ziga mos keladigan tuzukroq qilich texnikasini o'rgana olmagan. Chunki u noqonuniy farzand bo'lgani uchun toza qonli aslzodalar tomonidan faqat nafrat, kamsitish va dushmanlikka duch kelgan edi. Aynan mana shu adolatsizlik uning 5-texnikadan yuqoriga o'ta olmasligini asosiy sababi bo'lgandi. Attanga, lekin bu safar umuman unday bo'lmaydi. Vikir o'zining qora o'tmishi uni yana orqaga tortishiga aslo yo'l qo'ymaslikka qat'iy ahd qildi. U bor kuchi butun vujudi bilan haykalga tashlandi va yillar davomida yig'ilib qolgan barcha g'azabi, alami va nafratini o'zining shafqatsiz qilich zarbasiga qo'shib yubordi. Bu shafqatsiz hujumlar qizig'ida Vikirning xayollari butunlay isyonkor va yovvoyi holatga keldi. U o'z ro'parasidagi jonsiz haykalga ota Hugoning o'sha sovuq va mag'rur basharasini yaqqol tasavvur qildi-da, bor kuchi bilan o'z texnikasini ishga solib, haykalni o'ta aniqlik bilan o'rtasidan kesib tashladi. Qars etgan ovoz yangradi. Vikir og'ir nafas olarkan ichida nahotki men 5-texnikani bajara olgan bo'lsam deb o'ylardi. U mushaklarni mahkam tugdi va to'satdan yuragidan to bo'ynigacha qandaydir qaynoq, dahshatli bir energiya ko'tarilib kelayotganini his qilib, yuzida g'alaba tabassumi paydo bo'ldi. U shunchalik beixtiyor ediki, xursandchiligidan hatto yig'lab yuborishiga oz qoldi. Lekin to'satdan u o'zining bu yangi aql bovar qilmas texnikasini haqiqiy jangda sinab ko'rish uchun unga zudlik bilan munosib qilich kerakligini tushunib yetdi. Va aynan mana shu tarixiy lahzada butun boshli Baskervillar tarixida misli ko'rilmagan
qurilmagan, aqlga sig'maydigan tezlikda mitti yosh bo'rining o'z xo'jayinining tomog'ini uzishga qaratilgan dahshatli qoziq tishlari o'sib chiqa boshladi. Qani, endi Gyugo nima qilar ekan-a? Vikir g'ururdan yuzida tabassum bilan porladi. 5-tishni chiqarishga erishganidan uning butun tanasi hayajondan qaltirardi. Tasavvur qilyapsizmi do'stlar, u o'zining qanchalik uzoqqa borganiga va buni qanchalik tez uddalaganiga o'zi ham ishonmasdi. O'tgan hayotida yillab itdek mehnat qilib zo'rg'a erishgan darajasiga hozir uning ma'na kuchi bemalol bardosh bera olayotganidan hayratda edi. Vikir o'z vujudida oqayotgan sovuq auraga qarab o'zining yangi Graudator darajasiga ko'tarilganini his qildi. U hayratdan yoqasini ushlab qoldi. Graudatorlar oddiy qilich ekspertlaridan butunlay boshqa, dahshatli darajada kuchli bo'lishardi va endi u ham ulardan biri bo'ldi. O'tgan hayotida bu darajaga yetish uchun naq 30 yil umrini sarflagandi. Hozir esa qarang-a, u atigi 8 yoshli mitti bolakay, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Uning ichidagi qattiq aura endi sovuq holatga o'tgan bo'lib, uning zichligi shunchalik oshgan ediki, endi u bu kuchdan xohlaganicha erkin foydalana olardi. Vikir o'zining bu yangi qobiliyati va dahshatli kuchiga 100% ishonardi va bundan ham kattaroq ishlarni qila olishini juda yaxshi bilardi. U pistirmadagi hujum deb nomlangan o'sha sirli qilich texnikasini mukammal o'zlashtirishga va uni butun yashirin kuchidan foydalanishga qat'iy ahd qildi. U bu texnika yordamida hujum va himoya o'rtasida xuddi suvdek silliq o'ta olishni, bu esa uni hech qanday cheklovlarsiz mutlaqo mukammal texnikaga aylantirishini tushunib yetdi. Shundan so'ng Vikir kitobni ehtiyotkorlik bilan deraza yoniga qo'ydi va o'zining qanchalik o'sganini o'ylab bir zum xayolga toldi. Vaqt orqaga qaytganidan beri u juda katta yo'lni bosib o'tganini va endi har qachongidan ham kuchliroq, tajribaliroq yirtqichga aylanganini his qilib turardi. U agar xohlasa bemalol o'rta darajadagi Graudatorga ham jang e'lon qila olishini o'zining bu yangi dahshatli qobiliyati bilan aniq g'alaba qozonishini juda ham yaxshi bilardi. Lekin Vikir o'zining bu haqiqiy yirtqich kuchini ota Gyugoga birdaniga ko'rsatib qo'yish ahmoqlik ekanligini ham juda yaxshi tushunardi. U o'ziga kerakli bo'lgan hamma narsani olib ulgurish uchun Gyugoga qandaydir umid berib vaqtdan yutishi shart edi. Shunda Vikir nima qildi deysizmi? U shartta cho'ntagidan kattalashtiruvchi oyna, ya'ni lupa chiqarib, uni deraza yonidagi kitobning ustiga to'g'irlab qo'ydi. Quyosh nurlari lupa orqali o'tib kitob sahifalariga tushdi va sekin-asta olov yoqib kitobni yondira boshladi. Yuzida o'sha mashhur yovuz tabassum bilan Vikir miyig'ida kulib qo'ydi. Bu kitobning yonib kul bo'lishi Gyugo va uning itlari uchun 10-texnikaga yetishni butunlay imkonsiz qiladi. Lekin men uchun emas. Qalay do'stlar, qahramonimizning bu ayyorona yurishiga qoyil qoldingizmi? To'satdan boyadan beri qayerdadir daydib yurgan qo'riqchilar kutubxonaga bostirib kirishdi. Ularning burniga kuygan qog'oz hidi urilgan edi. Ular u yerda Vikirni ko'rib ko'zlari kosasidan chiqib ketayozdi va vahima bilan nima bo'lganini so'rashdi. Bizning ayyor Vikir esa darhol yuz ifodasini o'zgartirib, o'zini xuddi beozor farishtadek ko'rsatdi. U aybdorona ohangda kattalashtiruvchi oynani, ya'ni lupani, tasodifan deraza oldida unutib qoldirganini va quyosh nuri tushib yong'in chiqqanini tushuntirdi va hatto "Keling, bu haqda bosh xizmatkorlarga ham o'zim aytib beraman" deb taklif qildi. Buni eshitgan qo'riqchilarning dardi ichida edi. Axir bu beparvorlik uchun ota Gyugo ularning terisini tiriklayin shilib olishini juda yaxshi bilishardi-da. Qisqa jimlikdan so'ng ulardan biri duduqlanib, yosh xo'jayin umuman kechirim so'rashi shart emasligini, unga yaxshi qaramaganliklari uchun o'zlari aybdor ekanliklarini aytib, yalinishga tushishdi. Ular bu yong'in faqatgina hech kimga kerakmas eski-tuski kitoblar turgan joyda bo'lganidan ich-ichidan xursand edilar. Xayriyat-e. Shunda Vikir ularning eng nozik joyi urdi. Sizlar hozir morg urug'i bilan yoqut konlari masalasida rosa band bo'lsangiz kerak-a? deb so'radi. U qo'riqchilarning o'zi ish joyida bo'lmagani yetmagandek, bunday mayda-chuyda muammolar bilan kattalarning boshini qotirishga vaqtlari yo'qligini juda yaxshi bilardi. Ayyorlikni qarang. Qo'riqchilar darhol bu voqeani sir saqlashga rozi bo'lishdi. Faqat Vikir ham indamasa bo'lgani. Vikir sekin ketayotib, bu kichik ko'ngilsizlikni faqat o'z oralarida sir saqlashni taklif qildi va ularning qimmatli vaqtini olgani uchun yana bir bor uzr so'radi. U uzoqlasharkan orqada qolgan qo'riqchilar, bechoralar. Voy, yosh xo'jayinimiz qanchalik oqko'ngil, xizmatkorlarni shunchalik tushunadigan ajoyib bola-ya. U albatta hurmatga loyiq deb og'izlari ochilib qolgandi. Ular qayerdan ham bilishsin, bu paytda bizning Vikir ularga orqasini o'girgancha yuzida shunaqangi yovuz va shaytonona tabassum bilan kulib ketayotganini. Qoyilmisiz bu ayyorlikka? Voqealar endi qizyapti. Vikir ota Gyugoning hashamatli xonasida viqor bilan turardi. Gyugo undan: "Xo'sh, kutubxonada o'zing uchun qandaydir foydali, yorituvchi narsa o'rgandingmi?" deb so'radi. Vikir esa umuman pinjini buzmay: "Men
juda issiq va o'tkir, lekin ayni paytda yumshoq va yopishqoq bo'lgan bir narsani o'rgandim, deb javob berdi. Bu g'alati javobni eshitgan Gyugo va bosh xizmatkorning jag'i yerga tegib ketayozdi. Ular shok holatida qotib qolishgandi, chunki Viker hozirgina haqiqiy aurani his qilganini aytayotgan edi. Xullas, hammamiz ulkan Kolizeyga o'xshash dahshatli arenadamiz. Viker qo'lida qilich bilan xotirjam turardi. Atrofda esa boshqa yosh bo'rilar nima bo'layotganini tushunmay hayrat bilan qarab turishardi. Bosh xizmatkor Gyugoga Vikerning qobiliyatlarini qanday sinab ko'rmoqchiligini so'radi. Gyugo esa sovuqqonlik bilan unga qarshi bitta yirtqich maxluqni qo'yib yuboraman, deb javob berdi. Buni eshitgan xizmatkor shokdan qotib qoldi. Gyugo esa ataylab eng och va eng quturgan maxluqni tayyorlab qo'yganini tasdiqladi va Vikerning ro'parasidagi ulkan temir darvoza g'ichirlab ochildi. Qo'riqchilar qalin zanjirlarga bog'langan dahshatli orkni sudrab chiqishdi. Voy bu ork shunaqangi ulkan, yashil terili, mushaklari bo'rtib chiqqan va og'zidan ustara kabi o'tkir qoziq tishlari chiqib turgan yirtqich ediki, ko'rsangiz yuragingiz yorilib ketadi. Uning qonxo'r mitti ko'zlari arena bo'ylab yugurib o'ziga o'lja qidirardi. Tomoshabinlar qatoridagi yosh bo'rilar bu vahshiy maxluqni ko'rib qo'rquvdan qaltirab qolishdi. Ular o'zaro pichirlab, atigi 8 yoshli bolaga qarshi shunday dahshatli orkni tashlash shartmikan-a? Jin ursin, agar vaziyat izdan chiqsa, qo'riqchi ritsarlar aralashishga ulgurarmikan, deb vahima qilishardi. Lekin tomoshabinlarning bu qo'rquvlarga qaramay, bizning Viker xuddi muzdek sovuqqon edi. U qilichini mahkam ushlab, ork bilan yuzma-yuz kelishga to'liq tayyor turardi. Gyugo ruxsat berishi bilanoq qo'riqchilar orkning zanjirlarini shartta yechib yuborishdi. Ork butun arenani titratib, dahshatli o'kirikda to'g'ri Vikerga qarab bostirib keldi. Yer qimirlab ketdi, ammo Viker zarracha ham qimirlamadi. U shunchaki eng qulay lahzani kutardi. Ork unga yetib kelgan soniyada Viker yashin tezligida qilichini siltadi va bitta mukammal shafqatsiz zarba bilan orkning ulkan qo'lini shartta kesib tashladi. Qoyilmisiz bu tezlikka? Tomoshabinlar ham, hatto orkning o'zi ham Vikerning bu aql bovar qilmas kuchidan shok holatiga tushib qoldi. Lekin Viker vaqtni bekorga ketkazmadi. U darhol qilichini yana bir marta siltadi va shartta orkning oyog'ini ham kesib tashladi. Qars etdi-ya. Ulkan ork og'riqdan bo'kirgancha yerga gumburlab quladi. Viker esa xuddi hech narsa bo'lmagandek xotirjamlik bilan vaziyatni tahlil qilish davom etardi. U ork o'z hayotida birinchi marta qon oqayotganidan va o'zining eng zo'r qobiliyati tezkor regeneratsiya umuman ishlamayotganidan qattiq hayratda ekanini tushunib turardi. Axir Viker juda yaxshi bilardi. S darajali oddiy maxluqlar B darajali dahshat itining qon ketish la'natini hech qachon to'xtata olmaydi. Tomoshabinlar esa hozirgina o'z ko'zlari bilan ko'rgan narsasiga ishonmay, yoqalarini ushlab qolishgandi. Nahotki 8 yoshli mitti bola shunchalik dahshatli kuchga ega bo'lsa? Bu dahshatli kuch o'zi kim? Ha, to'g'ri aytasan. O'zi qanday bola? Deb hammalari aqldan ozay deyishardi. Ba'zilari hatto mana kuchini yig'masdan turib shunday qilish umuman mumkinmi o'zi? Deb pichirlashardi. Viker sekin ota Gyugoga qaradi, lekin uning yuzida zarracha ham his-tuyg'u yo'q. Xuddi toshdek qotib turardi. Hech qanday reaksiya yo'q. Viker Gyugo hali ham uning kutubxonada aynan nimani o'rganib chiqqanini bilishga urinayotganini tushundi va mayli, xohlagan narsangni ko'rsataman, deb qaror qildi. To'satdan Gyugoning ko'zlari chaqnab ketdi. Bosh xizmatkor esa hayratdan baqirib yubordi. Voy, yo'q endi. Nahotki bu aura qilichi bo'lsa? Vikerning qilichi qip-qizil, qon rang nur bilan porlay boshladi va u o'rnidan turishga urinayotgan bechora orkka qarab yashin tezligida otildi. Shiq etgan bitta mukammal zarba bilan qip-qizil aura qilichi havoni yorib o'tdi va orkning kallasini shartta uzib tashladi. Tamom, o'yin tugadi. Yaqinroqdagi stulda o'tirgan Gyugo hozirgina o'z ko'zlari bilan ko'rgan narsasiga umuman ishona olmasdi. Bosh xizmatkor esa Vikerning qilichidan taralayotgan bu dahshatli nurni darhol tanidi. Bu quyi darajadagi qilich ekspertining aurasi edi. U hayajondan qaltirab Gyugoni tabrikladi va biz hozirgina haqiqiy dahoning tug'ilishiga guvoh bo'ldik. Bu imperiyadagi oilalar orasida endi unga teng keladigani topilmaydi, deb maqtab qo'ydi. Lekin Gyugoning e'tibori butunlay boshqa narsaga, ya'ni o'zining tezkor regeneratsiyasi bilan mashhur bo'lishiga qaramay qon tinimsiz oqayotgan orkning jasadiga tushgan edi. U bosh xizmatkorga qarab sovuqqonlik bilan Viker faqatgina ork zaif bo'lgani uchungina yutdi, deb qo'ya qoldi. Bahonani qarang, xuddi shu payt Vikerning jarangdor ovozi Gyugoning quloqlarida chalindi. U o'g'liga o'girildi. Viker yuzda xuddi beozor farishtadek tabassum bilan, "Bu orkdan ko'ra kuchliroq yana biror narsa bormi?" deb so'radi. Yosh bo'rilar bilan to'la tomoshabinlar Vikerning o'ziga yangi va ancha kuchliroq raqib so'raganini eshitib shokdan qotib qolishdi. Albatta, Vikerning kuchliroq raqib bilan yuzlashishni xohlashiga o'zining yashirin, dahshatli maqsadlari bor edi. U ota Gyugoni lol qoldirishni va butun tomoshabinlar oldida o'zining qanchalik o'sganini ko'rsatib qo'yish niyatida edi. Uning rejasiga ko'ra, agar u o'zini ko'rsata
sota olsa nihoyat tan olinadi va otasidan uzoqroqqa, masalan, qandaydir chekka hududlarga jo'natilishi yoki akademiyaga qabul qilinishi mumkin edi. Uzoqdan jimgina kuzatib turgan Gyugo miyig'ida kulib, uzoqdan olib kelgan bu oddiy orklar o'limning yovvoyi ishtahasini qondirishga kamlik qilyapti shekilli, deb qo'ydi. U Vikirning fikriga qo'shildi va bu yoshda u ancha jiddiyroq, xavfliroq raqiblarga qarshi jang qilish kerakligini aytdi. Keyin u bosh xizmatkorga o'girilib, sovuq ohangda so'radi: "Yovvoyi qabilalarga qilingan hujum paytida tajriba o'tkazish uchun ushlab kelgan o'sha dahshatli maxluqimiz turibdimi?" Oho, o'yin endi qizyapti. Bosh xizmatkor haqiqatdan ham bitta shunday dahshatli maxluq qolganini tasdiqladi va Gyugo darhol uni arenaga olib kirishni buyurdi. Darvoza ochilib, ichkariga ulkan trollni yetaklab kirishganida Vikir ham butun tomoshabinlar ham hayratdan qotib qolishdi. Tasavvur qilyapsizmi? Vikir o'zidan naq 2 barobar katta, tog'dek keladigan vahshiy troll bilan yuzma-yuz turardi. Vikir xotirjamlik bilan Gyugodan jangni boshlashga ruxsat so'radi. Gyugo bosh irg'ab ruxsat berishi bilanoq trollning zanjirlari yechib yuborildi va u g'azab bilan Vikirga qarab dahshatli musht tushirdi. Lekin bizning qahramonimiz shunchalik chaqqon va epchil ediki, bu olimtik zarbadan xuddi shamoldek osonlik bilan qochib qoldi. U trollning 1 soniyalik sarosimasidan foydalanib, yashin tezligida uning orqasiga o'tib oldi. Tomoshabinlar orasidan kimdir: "Axir bu hujum qilish uchun unga eng zo'r imkoniyat edi-ku. Nega Vikir uni qo'ldan boy berdi?" deb baqirib yubordi. Qiziq, nega ekan-a? Gyugo esa aksincha mamnun holda bosh irg'ab, trollar aql bovar qilmas darajada tezkor regeneratsiya, ya'ni tiklanish qobiliyatiga ega ekanligini, shuning uchun ularga faqat o'limtik halokatli zarbalargina kor qilishini tushuntirdi. Aynan shuning uchun ham trollni ovlashga puxta reja kerak edi. Troll yana va yana Vikirga qarab bostirib kelarkan, u maxluqning har bir zarbasidan xuddi raqsga tushayotgandek osonlik bilan qochib qolardi. Tomoshabinlar Vikirning bu qadar yengil harakatlanishini ko'rib, hayratdan og'izlari ochilib qolgan. Lekin ularni bitta savol qiynardi: nega Vikir umuman javob zarbasi bermayapti? Ba'zilar u trollni charchatmoqchi deyishsa, boshqalar esa Dahoning qandaydir yashirin rejasi borligini taxmin qilishardi. Biroz vaqt o'tgach, Vikir u o'yinni zerikarli tus olayotganini tushundi va nihoyat harakatga tushishga qaror qildi. U agar hozir bor kuchini ishga solsa, bu trollni bitta zarba bilan pachoqlab tashlashi mumkinligini yaxshi bilardi. Lekin bu uni Gyugoning oldida juda noqulay ahvolga solib qo'yardi-da. U o'z g'alabasini iloji boricha tabiiyroq, ishonarliroq qilib ko'rsatishi shart edi. Shuning uchun u trollning o'z kuchini o'ziga qarshi ishlatishga qaror qildi. Troll yana g'azab bilan tashlanganida Vikir qulay fursatni ushlab qoldi va yashin tezligida maxluqning qo'liga shunday zarba berdiki, qo'li yelkasidan deyarli uzilib tushay dedi. Tomoshabinlar Vikirning bu tezkor va shafqatsiz harakatlarini ko'rib, hayratdan yoqalarini ushlab qolishdi. Ular troll o'ldi deb o'ylashgandi, lekin agar jarohat to'g'ridan to'g'ri o'limga olib kelmasa, maxluq 1 soniyada o'zini tiklab olishini tezda tushunib yetishdi. Trollning yaralari ko'z o'nglarida aqlga sig'maydigan tezlikda bitib borardi. Vikir bu yirtqichni o'ldirishning yagona yo'li Velzevulni o'sha dahshatli qon ketish qobiliyatini ishga solish kerakligini angladi. Biroq u hozir bu texnikadan foydalanish mutlaqo mantiqsiz va xavfli ekanligini ham bilardi. Shu payt Gyugo vaziyatni izdan chiqib ketmasligidan oldin Vikirga jangni to'xtatishni maslahat berdi. Qiziq, Vikir to'xtatarmikan? Lekin bizning qaysar Vikir bu maslahatni bir chetga surib qo'ydi va xotirjamlik bilan: deyarli tugatdim. Men hozir qandaydir yangi kuchni his qilyapman. Agar keyingi zarbam bilan shu trollni o'ldira olmasam, mayli, taslim bo'laman, deb javob qaytardi. Troll unga qarab dahshatli irillab tishlashga tayyorlanayotgan bir paytda Vikir ichida: "Xo'sh, o'zimning haqiqiy yirtqich kuchimni qancha qismini ko'rsatsam ekan-a?" deb o'yga toldi. Aslida u javob allaqachon topib bo'lingandi. U hammaga xuddi jang paytida to'satdan ilhom kelib, darajasi ko'tarilib ketgandek zo'r bitta teatr ko'rsatmoqchi edi. Qolaversa, u qattiqqo'l ota Gyugo bu tomoshaga qanday reaksiya qilishini ko'rishga rosa qiziqayotgandi. To'satdan Vikirning qilichi qip-qizil qon rang nur bilan porlay boshladi va u halokatli hujumga shaylandi. Shiq etgan ovoz va qilich trollning ulkan kallasini xuddi pishloqni kesgandek zarracha qarshiliklarsiz shartta uzib tashladi. Qoyilmisiz? Butun arena tomoshabinlar va hatto tajribali bosh xizmatkor ham hozirgina o'z ko'zlari bilan ko'rgan bu dahshatli manzaradan shok holatiga tushib, qotib qolishgandi. Axir o'ylab ko'ring, odatda eng zo'r jangchilar ham kamida 18 yoshda zo'rg'a erishadigan Baskervil urug'ining ikkinchi texnikasini atigi 8 yoshli mitti bola bajarsa-ya, bu tarixda misli ko'rilmagan voqea edi. Vikir esa xuddi hech narsa bo'lmagandek yuzida beozor farishtadek tabassum bilan:
Men buni uddaladim, deb quvonib qo'ydi. Ayyorlikni qarang, lekin ota Hugo o'z joyida shokdan qotib qolgan, hozirgina ko'rgan mo'jizasiga umuman ishona olmasdi. Mana, Vikerning trollga qarshi o'sha dahshatli jangidan so'ng roppa-rosa bir hafta o'tdi. Qahramonimiz Baskervillar saroyining ulkan oshxonasida o'tirgancha, oldidagi umuman ishtaha ochmaydigan g'alati go'shtli bo'tqaga qarab yuzini burishtirardi. U ovqatlanib o'tirarkan, atrofidagi hamma undan xuddi olovdan qochgandek uzoqroq yurishga harakat qilayotganini payqadi. Lekin bu Vikerni umuman ajablantirmadi, chunki bu shafqatsiz oilada faqatgina kuch va qonunlari ishlashini juda yaxshi bilardi. Shunga qaramay, u o'zining bu yirtqich kuchi, hatto o'sha muzdek sovuqqon ota Hugoni ham shokka tushirib qo'yganini eslab ich-ichidan xursand bo'lardi. Viker shu paytgacha hammaga o'zi haqida nimalarni oshkor qilganini birma-bir tahlil qilib chiqdi. U o'zini Baskervilning ikkinchi texnikasini egallagan va o'rta darajadagi qilich ekspert qilib ko'rsatgandi. Lekin faqatgina uning o'zi asl haqiqatni, ya'ni u allaqachon quyi darajadagi graudator ekanligini va Baskervillarning afsonaviy 5-texnikasini ham bemalol bajara olishini bilardi. O'sha dahshatli trolldan o'g'irlab olingan yangi qobiliyat tufayli u endi o'zini har qanday o'rtacha graudatordan ming chandon kuchliroq deb hisoblardi. Shu payt Vikerning kallasiga bir fikr keldi. Velzevulning 3-bo'shlig'iga S+ darajali trollning o'ta tezkor regeneratsiyasi qobiliyatini joylashtirgandan beri uning ishtahasi xuddi filnikidek ochilib ketgan va tinimsiz ovqat yeydigan bo'lib qolgandi. To'satdan Vikerning shundoqqina orqasida boyagi 3 bezori egizaklar paydo bo'lib qoldi. Bu kutilmagan holat Vikerni biroz ajablantirdi va darhol ehtiyotkorlik rejimini yoqishga majbur bo'ldi. Nima balo, bular yana kaltaga egiz kelyaptimi deyman. Viker ichida, "Obbo, yana shularmi? Bular bilan umuman pachaklashkim yo'q", deb o'yladi-da, indamay ovqatini yeyishda davom etdi. Lekin egizaklar kutilmaganda, "Biz shunchaki sening Serber va trollni yenganing qanchalik zo'r bo'lganini aytmoqchi edik", deb maqtay ketishdi. Buni eshitgan Viker shok holatiga tushganidan og'zidagi bo'tqasi puf etib tashqariga chiqib ketdi. Qanaqasiga axir? Egizaklar xavotir olib, "Yaxshimisiz?" deb so'rashdi, lekin bizning ayyor Viker darhol ularning bu g'alati mehribonligidan shubhalana boshladi. "Bu qanaqa yangi o'yin? 200lamachilikmi yoki qandaydir ayyorona siyosatmi?" deb o'ylardi u. Hatto yaxshisi bularni o'ylab o'tirmay yana bir marta boplab do'poslab qo'ya qolsammikan-a degan fikrga ham keldi. Lekin u harakat qilishga ulgurmasdan orqasida bosh xizmatkor Berrimer paydo bo'lib, uning ismini chaqirib qoldi. Viker uni ko'rib hayron bo'ldi. "Nima balo? Bu yerda nima qilib yuribdi?" Berrimer unga zudlik bilan patriarx, ya'ni ota Hugoning xonasiga borishi kerakligini aytdi. Viker esa, "Tinchlikmikan? Hugo meni nega chaqirtirdi ekan o'zi?" deb o'yga toldi. Endi esa voqealar rivoji Baskervillar urug'i boshlig'ining hashamatli ofisida bo'lib o'tadi. Patriarx Hugo o'zining viqorli stulida o'tirardi. Shu payt xonaga kimdir kirib keldi. U bilan so'rashdi. Bu raqib Morg urug'i patriarxining o'rinbosari Adolf Morg edi. Hugo sovuqqonlik bilan ancha vaqt ko'rishmaganini aytdi. Adolf esa har yilgi an'anaviy tadbir bu safar silliq o'tishiga umid qilayotganini qistirib o'tdi. Hugo uni xotirjam qilib, qo'shma mashg'ulotlar doim muammosiz o'tganini aytdi. Lekin Adolf o'tgan yili har ikki oiladan bittadan bola og'ir jarohatlangan o'sha qonli voqealarni eslatib qo'ydi. Hugo esa buni shunchaki pisand qilmay, qo'ysangizchi, bu shunchaki kichkina tirnanish edi. Sizning Morg bolalaringiz o'zi sal narsaga vahima qilib, dramatik aktyorlik qilishni yaxshi ko'rishadi-da", deb ustidan kuldi. Bunga javoban Adolf asabiylashib, "Bu bizning Morglar oliyjanob va viqorli bo'lgani uchun", deb o'zini oqladi. Keling, ozgina tarixga qaytamiz. Baskervillar va Morglar bir vaqtlar juda yaxshi munosabatda bo'lishgan. Axir ular mos ravishda qit'aning eng mashhur sehrgarlar urug'i va temir qonli qilichbozlar urug'i edi-da. O'tgan imperator hatto sehr va qilich xuddi egizaklar kabi bir-birini to'ldiruvchi mukammal juftlikdir deb aytgan edi. Aynan shu sababli ular 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun har yili do'stona muhitda qo'shma mashg'ulotlar o'tkazishni boshlashgan. Lekin o'rtada katta boylik, ya'ni ularning hududlari chegarasida ulkan yoqut koni topilgach, do'stlik tugadi. Mojaro boshlanib qon to'kildi. Natijada ikki oila boshliqlari bir-biriga dushman bo'lib qolishdi. Ammo imperatorning qat'iy buyrug'i bo'lgani uchun ular xohlasa, xohlamasa bu qo'shma mashg'ulotlarni davom ettirishga majbur edilar. Ana xolos. Adolf bu tadbir silliq o'tishini ta'minlash uchun akasining o'rniga kelgan edi. Adolf Hugoga Baskervillar oilasida haqiqiy super yulduz paydo bo'lgani haqida xabar eshitganini, bu butun imperiya uchun katta ne'mat ekanligini aytib qoldi. Uning aytishicha, Baskervillarda asrda bir marta tug'ilgan noyob daho dunyoga kelganmish. Buni eshitgan Hugo esa mag'rurlik bilan, bu unchalik ham katta gap emas", deb qo'ya qoldi. Adolf Hugoning bu reaksiyasini ko'rib, uning maqtovni shunchalik xotirjam qabul qilganidan ochiqchasiga hayratda qoldi. Lekin keyin Adolf Morglar oilasida ham o'ziga xos
xos daho borligini qistirib o'tdi va opasining qizi Kamyunini chaqirdi. Xonaga qip-qizil sochli qizaloq Kamyu kirib keldi va Adolf uni Gyugoga Rispanining qizi deb tanishtirdi. Qani, bu qizaloq nimalar qilar ekan? Adolf Kamyuga o'girilib, patriarx bilan so'rashasanmi deb so'radi. Lekin Kamyu savolga javob berish o'rniga shartta Gyugoni ularning yoqut konini o'g'irlagan o'g'ri deb aybladi va uni qaytarib berishini talab qildi. Voy bo, jasoratni qarang. Mitti qizaloq shuncha odamning ichida-ya, bu ayblov Gyugoga umuman yoqmadi. U Adolfga g'azab bilan o'qrayib qaradi. Bu nima gapligini so'radi albatta. Shunda Kamyu Adolf o'sha asabga tegadigan soqolli odamni yoqut konini o'g'irlagan o'g'ri deb ataganini aytib berdi. Adolf darhol bunday gap eshitganini inkor qildi, lekin Kamyu u buni roppa-rosa 1 soat va 42 daqiqa oldin aravadan tushishdan oldin aytganini ta'kidlab turib oldi. Xotirani qarang. Gyugo zo'rg'a g'azabini bosib tushuntirishni talab qildi. Adolf esa vaziyatni yumshatishga urinib, bu shunchaki tushunmovchilik ekanligini aytib bahona qila boshladi. Ana xolos, sharmandalik. Lekin Gyugo asabiy tarzda qo'l siltab, morg urug'ining bolalar tarbiyasidagi muammolarini menga tushuntirib o'tirishingiz shart emas, deb gapni shartta kesib tashladi. Qaysar Kamyu esa o'zining yoqutlarini qaytarishini talab qilishda davom etib, ularsiz hatto oddiy tadqiqot ham qila olmasligini aytib xarxasha qilardi. Adolf bechora uni tinchlantirish uchun ismini aytib chaqirdi, lekin qayerda deysiz, umuman foydasi yo'q. Gyugoning toqati toq bo'lib g'azab bilan, ko'rinishidan morglar bolalariga umuman odob axloq o'rgatmas ekanda, deb yubordi. Adolf esa darhol Kamyuni himoya qilib, Gyugo yosh bolaga nima qilmoqchiligini va atigi 8 yoshli qizchaga tahdid qilyaptimi yoki yo'qligini so'rab, uni burchakka taqab qo'ydi. Bu gapdan keyin Gyugo ochiqchasiga lol bo'lib qoldi. Axir u o'z g'ururiga dog' tushiradigan bunday pastkashlikka yosh bolaga kuch ishlatishga bora olmasdi-da. Qanaqa noqulay vaziyat. To'satdan xonaga mutlaqo yangi sovuqqon ovoz kirib keldi. Ko'rinishidan morglar o'z bolalariga birovning narsasiga ko'z olaytirmaslikni o'rgatishmas ekanda. Oho, bu ovoz egasi albatta bizning qahramonimiz Vikir edi. Bosh xizmatkor Gyugoga yosh xo'jayinni olib kelganini ma'lum qildi. Adolf Vikirning to'satdan paydo bo'lishidan hayratda qolib, nahotki mana shu mitti bola Baskervillarning o'sha mashhur super yulduzi bo'lsa, deb o'ylab qoldi. Lekin uning bu chuqur xayollari shundoqqina yonida o'tirgan Kamyuning birdan g'oyib bo'lganini ko'rgach, chilparchin bo'ldi. Qarasaki, Kamyu allaqachon Vikirning shundoq oldiga borib olgan va undan hozirgina nima deganini tushuntirishni talab qildi. Janjal boshlanishga tayyor turardi. Adolf yana bir sharmandalik oldini olish uchun vahima bilan uning ismini aytib chaqirdi. Qani, bolalar jangi boshlanadimi? Shu payt esa Vikir Kamyuni boshdan oyoq tahlil qilib ichida, nahotki shu qizaloq morg urug'ining kelajakdagi o'sha mashhur temir qonli imperatritsasi Kamyu morg bo'lsa, deb o'ylardi. Vikir Kamyuning morg urug'idagi daholar dahosi sifatida dahshatli obro'sini va kelajakda qanchadan-qancha buyuk sehrgarlarni tarbiyalashini juda yaxshi eslardi. O'zining eng kuchli cho'qqisiga chiqqan paytida u La Rojet-le-Noir tog'idagi barcha mahluqlar va yovvoyilarni yolg'iz o'zi qirib tashlagan. Ularni nayzalarga sanchib, yoqib yuborgan va tarixda mashhur bo'lgan. Qon va kul chegarasini yaratgan edi. Tasavvur qilyapsizmi uning kuchini? Bundan tashqari, uning go'zalligi shunchalik maftunkor ediki, u hatto butun boshli imperator oilasini ham o'z barmoqlarida o'ynata olardi. Bejizga uni hokimiyatning olov ma'budasi deb atashmagan ekanda. Lekin Vikir bularning barchasi uzoq kelajakda bo'ladigan ishlar ekanligini va hozir uning ro'parasida shunchaki asabiy yosh qizaloq turganini o'ylab miyig'ida kulib qo'ydi. Kamyu shartta Vikirning xayollarini bo'lib unga qarab g'azab bilan, "Nega endi yoqut koni senga tegishli bo'lish kerak ekan?" deb gapira ketdi. Lekin bizning Vikir xuddi muzdek sovuqqon edi. U hatto Kamyuni yosh bolalardek xarxasha qilayotganlikda ayblab ustidan kulib qo'ydi. Buni eshitgan Kamyu chidab tura olmay darhol sehr o'qishni boshladi. Hamma hozir qonli jang boshlanadi deb o'ylagan bir paytda u hujum qilish o'rniga o'z fikrini tushuntirish uchun shunchaki muzdan ajoyib bir haykalcha yaratdi. Qoyilmisiz? Vikir ham uning sehrdan hujum uchun emas, balki ko'rgazmali qurol sifatida foydalanganidan ochiqchasiga hayron qoldi. Kamyu o'zi yaratgan muz haykalchaga ishora qilib, yoqut koni bilan bog'liq vaziyatni tushuntira boshladi. Uning aytishicha, bu kon morg va Baskervil hududlari o'rtasidagi chegarada joylashgan bo'lib, rasman qo'shma xavfsizlik hududi deb atalar ekan. Qani, qizaloq nima demoqchi o'zi? Kamyu o'zining aqlli ma'ruzasini davom ettirib, konning kirish qismi morglar hududida bo'lsa-da, konning o'zi Baskervillar yerining ostigacha kirib borganini, shuning uchun Baskervillar uni to'liq o'zlashtira olmasligini aytdi. U yoqut tomirlari aslida morg urug'iga tegishli ekanligini, lekin Baskervillar ularni chegarani buzishda ayblab, qazish ishlariga ataylab xalaqit berayotganini ta'kidladi. Kamyuning aytishicha, morglar hatto bu hudud uchun ijara puli ham to'lashni taklif qilishgan, lekin qaysar Baskervillar buni shartta rad etishgan.
Adolf jiyanining bu gaplaridan og'zi qulog'iga yetib xursand bo'lardi, lekin Gyugoning asablari taranglashib borardi. Shunda Viker xotirjamlik bilan yoqutlar asosan sehrli iksirlar uchun ishlatilishini va Baskervillarga ularni qazib olishning umuman keragi yo'qligini aytdi. Lekin u Baskervillar arzimagan chaqalar uchun o'z hududlarini birovga ochib beradigan darajada ahmoq emasligini ham qistirib o'tdi. Bopladimi? Kamyu bu gapdan shok holatiga tushib, hech narsani tushuntira olmay qoldi. Agar Baskervillarga yoqut kerak bo'lmasa, unda nega yeringizni ijaraga bermaysizlar? Mantiq qani? deb so'radi. Viker esa Baskervillarni faqat o'z yerlari qiziqtirishini va boshqa birovning ularning yeridan foyda ko'rishini aslo xohlamasliklarini tushuntirdi. U Kamyuni ularning hududiga umuman qadam bosmaslik haqida qattiq ogohlantirdi. Aks holda faqat morglar yutqazishini aytdi. Lekin Qaysar Kamyu bu javobdan umuman qoniqmadi va vaziyatni o'z qo'liga olishga qaror qildi. U yoqut koniga o'zi egalik qilishni da'vo qilib, shartta qo'lini muz haykalchadagi Baskervillar hududi ustiga qo'ydi-da, "Xo'sh, bu qo'l endi kimniki?" deb janjal ko'tardi. Shunda Viker nima qildi deysizmi? U yashin tezligida qizning qo'lidan mahkam ushlab oldi-da, yuzida ayyorona tabassum bilan, "Bu mening yerimda turibdimi? Demak, bu qo'l endi meniki", deb javob berdi. Qoyil, romantikami yoki tahdidmi, o'zingiz tushunib oling. Vikerning bu kutilmagan gapidan Kamyuning yuzi uyatdan qip-qizil pomidordek bo'lib ketdi. U o'z quloqlariga ishonmay duduqlangan holda, "Nimalar deyapsan o'zi? Qanaqasiga men senga tegishli bo'lishim mumkin?" deb so'radi. Qizaloq o'zicha romantika kutgan edi-da, lekin Kamyuning bu reaksiyasidan rosa zavqlangan Viker yuzida o'sha mashhur shaytonona tabassumi bilan, "Shoshmang, xonim. Kim aytdi sen menikisan deb javob qaytardi. Kamyu bu gapdan butunlay garang bo'lib qolgan bir paytda to'satdan Viker orqasidan yaltirab turgan o'tkir pichoqni sug'urib oldi. Bu dahshatli manzaradan nafaqat Kamyu, balki Adolf va tajribali bosh xizmatkor ham shok holatiga tushib qoldi. Vikerning yovuz tabassumi hammaning etini junjuktirib yubordi va u sovuq ohangda, "Men faqat sening qo'ling meniki deyapman, xolos", dedi. Kamyu Vikerning birdaniga bunday vahshiy qiyofaga kirganidan qattiq qo'rqib ketdi. Qaltiragan ovozda "Nima?" deb yubordi. Yaqinroqda o'tirgan ota Gyugo esa bu kutilmagan burilishdan shunaqangi terlab ketdiki, xonadagi o'lik jimjitlikni faqatgina kimningdir qichoq tutgan ovozi buzib turardi. Qanaqa dahshatli sahna ha bu. Viker yaltirab turgan pichoqni sekin Kamyuning qo'li tomon yaqinlashtira boshlaganida bechora qizaloq qo'rquvdan dodlab yubordi va amakisini yordamga chaqirdi. Shu zahoti Adolf yuzida dahshatli g'azab bilan Vikerning orqasida paydo bo'ldi va jiyanidan uzoqroq turishini qat'iy talab qildi. Kamyu bu qulay fursatdan foydalanib darhol Vikerning changalidan qutulib qoldi va yig'lagancha amakisi Adolfning bag'riga otildi. G'azabdan qoni qaynagan Adolf to'g'ri Gyugoga yuzlanib, "Bu yerda nima balo bo'lyapti o'zi? Tushuntirib berasiz balki?" deb baqirib yubordi. Gyugo sekin Vikerga qarab, o'g'lining bu safargi hazilini rostdan ham chegaradan chiqib ketganini tan oldi. Lekin shu payt Viker qo'lidagi pichoq aslida shunchaki o'yinchoq ekanligini, Baskervillar oilasida bolalar yoshligidanoq aynan shunaqa narsalar bilan o'ynab katta bo'lishini aytib, hammani lol qoldirdi. Buni eshitgan Adolf yosh bolalarga shunday xavfli va dahshatli o'yinchoq berilishidan ochiqchasiga shok holatiga tushdi va Vikerdan zudlik bilan kechirim so'rashini talab qildi. Ana xolos, Baskervillarning o'yinchoqlarini qarang. Bizning ayyor Viker darhol o'zini beozor qilib ko'rsatib, Adolfdan kamtarlik bilan uzr so'radi va Kamyuni yig'latish niyati umuman yo'q ekanligini aytdi. Lekin Adolfning g'azabi hali bosilmagan edi. U Vikerni bu jiddiy vaziyatga shunchaki o'yinchoqdek qarayotganida aybladi. Shu payt ota Gyugo vaziyatga aralashib, "Kattalar yosh bolalarning o'zaro o'yinlariga aralashmagani ma'qul", deb gapni shartta kesdi. U xonadagi taranglikni yumshatish maqsadida mavzuni tezda o'zgartirdi va birinchi navbatda yoqut konlari masalasini muhokama qilishni, keyin esa do'stona janglarni o'tkazishni taklif qildi. Adolf boshida biroz ikkilangan bo'lsa-da, oxiri Gyugoning taklifiga ko'nishga majbur bo'ldi. Hali ham yig'idan o'ziga kela olmayotgan, arazlagan Kamyu esa Vikerga qarab, "Men bu qilgan ishingni hech qachon unutmayman", deb qattiq ogohlantirdi. Viker esa bu tahdidga javoban shunchaki mig'ida kulib qo'ydi. Unga bu vaziyat zarracha ham ta'sir qilmagandi va nihoyat hamma kutgan o'sha do'stona janglar kuni yetib keldi. Bu yerda 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan barcha bolalar o'zlarining dahshatli qobiliyatlarini ko'rsatish uchun bir maydonga yig'ilishgan. Qani tomosha qanaqa bo'larkan, ko'ramiz. Yosh bolakaylar shunchaki zerikarli nazariy janglar yoki o'zlarining ma'na sehrgarligini ko'rsatib yurgan bir paytda katta yoshdagi bolalar haqiqiy qonli janglar bilan butun e'tiborni o'zlariga tortishardi. Lekin bu yilgi tadbirda hamma tomoshabinlarning ko'zi faqat bitta narsaga, ya'ni ikkita eng qudratli urug', Morg va Baskervillar
o'rtasidagi dahshatli to'qnashuvga qaratilgan edi. Ikki oilaning eng yorqin daholari qip-qizil sochli Kamyu Mork va bizning sovuqqon Vikir van Baskerville amaliy jangda o'zlarining bor kuchlarini ko'rsatishlari kerak edi. Kamyu Vikirga qarab jangga tayyorlanishni buyurdi va o'zining butun kuchini ishga solishini, uni umuman ayab o'tirmasligini ochiqchasiga e'lon qildi. Vaqtni zarracha ham bekorga ketkazmay, Kamyu darhol dahshatli sehr o'qishni boshlab yubordi va butun arenani shok holatiga tushirib qo'ydi. Tomoshabinlardan biri hayratdan yoqasini ushlab, "Yo'q, nahotki Kamyu birdaniga 4 ta sehrni, ya'ni kvadrat sehrini o'qiyotgan bo'lsa?" deb hayratda qoldi. Tasavvur qilyapsizmi do'stlar, atigi 8 yoshli qizaloqning bir vaqtning o'zida naq 4 ta murakkab sehrni ishlata olishi bu shunchaki aqlga sig'maydigan fantastik darajadagi iqtidor edi. Boshqa bir tomoshabin esa hayajondan qaltirab Kamyu Morklar urug'ining 100 yilda bir marta tug'iladigan daho sehrgari ekanligini va undan aynan shunday mo'jizalar kutishini aytib maqtanardi. Kamyu bor kuchi bilan Vikirga hujum qilib, birdaniga 4 xil halokatli sehrni uning ustiga yog'dirib yubordi. Lekin bizning Vikir anoyi emas-ku, u bu dahshatli hujumlarning hammasidan xuddi raqsga tushgandek osonlik bilan qochib qutuldi. Vikir yuzida ayyorona tabassum bilan biroz tanqidiy ohangda Kamyuga shunday maslahat berdi. Bunday yaltiroq lekin foydasiz sehrlar bilan maqtanmoqchi bo'lguncha, yaxshisi bittasini mukammal qilib o'rganib olmaysanmi? Buni eshitgan Kamyuning g'azabdan qoni qaynay boshladi. Vikirni masxara qilib, "Sehrdan umuman xabari yo'q senga o'xshagan ahmoq nega menga aql o'rgatyapti?" Shunday degancha u darhol javob zarbasi sifatida qum devori sehridan foydalanib ikkalasining o'rtasidan qalin, o'tib bo'lmas qum devorini yaratdi. Ammo Vikir bu devorni shunchaki bitta kuchli tepki bilan chil-parchin qilib tashladi va Kamyuning boyagi qattiq gaplariga jilmayibgina javob qaytardi. Qoyilmisiz bu xotirjamlikka? Kamyu Vikirning bu aql bovar qilmas jismoniy kuchidan ochiqchasiga hayratda qolib, ichida "Nahotki bu afsonaviy Styx daryosida cho'milgan odamning haqiqiy kuchi bo'lsa?" deb o'yga toldi. U shu xayollar bilan chalg'ib turgan bir soniyada Vikir shunday yashin tezligida hujum qildiki, Kamyu bu zarbadan qochib qutulish mutlaqo imkonsiz ekanligini tushunib yetdi. U qo'rquvdan ko'zlarini chirt yumib, "Tamom, himoyani bo'shashtirib yubordim. Hozir o'laman", deb o'yladi. Lekin kutilmaganda unga hech qanday halokatli zarba tegmadi. U sekin ko'zlarini ochib qarasa, Vikir uning shundoqqina oldida turibdi. Peshonasiga barmog'i bilan shunchaki chertib qo'ya qolgan ekan. Va shu oddiygina chertki qizni havoga uchirib, orqaga uloqtirib yubordi. Buni chetdan kuzatib turgan Adolf oddiygina chertkida shunchalik dahshatli kuch yashiringaniga umuman ishona olmasdi. Kamyu peshonasidagi qattiq og'riqni ishqalab, alamdan yig'lagudek bo'lib Vikirdan nega bunday qilganini so'radi. U Vikirni ataylab kuchini yashirganlikda va uni ayab o'tirganlikda ayblab, bu qilmishi uchun albatta qasos olishga qattiq qasam ichdi. Oho, qizaloqning jahli yomon chiqdi-ku. Lekin bizning sovuqqon Vikir shunchaki miyig'ida kulib qo'ydi va o'z peshonasiga ishora qilib, o'yinni shu yerdagina vaziyat jiddiylashmasdanoq to'xtatishni taklif qildi. Kamyu esa alamidan ko'zlariga yosh olib taslim bo'lishni umuman xohlamadi va yana bitta dahshatli qum devori sehrini ishga soldi. Bu safar u naq ikkita qalin devor yaratdi va g'urur bilan Vikir bu to'siqdan hech qachon o'ta olmasligini aytib maqtanib ketdi. Biroq Vikir bundan zarracha ham hayratga tushmadi. U ichida, "Axir bu devorlarni shunchaki aylanib o'tish mumkin-ku. Qanaqa mantiqsizlik bu?" deb o'ylardi. Lekin qizaloqning hafsalasini pir qilmaslik uchun o'yinga qo'shilishga qaror qildi va devorlarga musht tushirishga shaylandi. Va gumbur faqatgina bitta dahshatli musht bilan Vikirning qo'li ikkita devorni ham teshib o'tib, katta teshik hosil qildi. Kamyu bu manzaradan shok holatiga tushib qoldi. Shu payt Vikir qo'li bilan yana o'sha mashhur chertish ishorasini qilib, qiziq bir savol berdi. U qizdan, "Xo'sh, devorni teshib o'tgan bu qo'l kimniki ekan?" deb so'radi va Kamyuning peshonasiga yana bir marta qars etib chertib qo'yarkan, o'z savoliga o'zi javob berdi. "Albatta, bu kuchliroq odamniki." Bu kutilmagan chertkidan Kamyu orqasiga yiqilib tushdi va og'riqdan xuddi mushukchadek irillab yubordi. Shunga qaramay qaysar qizaloq taslim bo'lmay Vikirga tinimsiz hujum qilishda davom etardi. Bizning qahramonimiz esa ulardan xuddi raqsga tushayotgandek oson qochib qolardi. Vikir ichida, "Obbo, yosh bolalar bilan o'ynashish men o'ylagandan ham qiyinroq ekan-ku. Agar xohlasam uning mitti bo'ynini atigi 0,1 soniyada shartta uzib tashlashim mumkin", deb o'ylardi. Haqiqiy qotilning xayollarida. Biroq u bunday qilsa, ikkita buyuk oila o'rtasida dahshatli urush boshlanishini juda yaxshi bilardi. Shuning uchun bu asabiy qizni qandaydir qilib tinchlantirish ustida bosh qotira boshladi. Aynan shu payt Vikir o'zining orqasidagi arenada boshqa ikkita ishtirokchi qizg'in duel o'tkazayotganini payqab qoldi. Vikir miyasida darhol ajoyib reja tuzdi. "Yaxshisi bu qizaloq bilan boshqalar shug'ullangani ma'qul.
U diqqatini orqadagi jangga qaratib, u yerda bir yosh qilich ustasi raqib sehrgarining sehrli hujumlarini o'z qilichi bilan shartta kesib tashlayotganini ko'rib qoldi. Vikir bu ikkalasi uning ayyorona rejasini amalga oshirishda juda asqotishini tushunib yetdi. Bu paytda esa Kamyu daqiqadan daqiqaga g'azabdan yorilay derdi. Uning birorta ham hujumi Vikirga tegmas, qizaloq buning sababini umuman tushuna olmasdi. U Vikirdan quyondek qochishni to'xtatib, erkakchasiga yuzma-yuz jang qilishni talab qilib baqirardi. Shu payt Vikirning orqasidagi haligi sehrgar kuchli bir sehrni o'qiy boshladi va Vikir harakat qilishi uchun eng mukammal vaqt kelganini angladi. U kutilmaganda Kamyuni zudlik bilan himoya sehrini tayyorlash uchun qattiq ogohlantirdi. Kamyu avvaliga nima bo'layotganini tushunmay garang bo'lib qoldi. Lekin keyin Vikirning orqasidan to'g'ri unga qarab uchib kelayotgan dahshatli sehr hujumini ko'rib qoldi. Ana xolos. Endi nima bo'lar ekan? Vikirning bu daho rejasini tushunib yetgan Adolf hayratdan dodlab yubordi va shu zahoti gumbur, aql bovar qilmas dahshatli portlash butun arenani qop-qora tutunga to'ldirib yubordi. Sehr arenani yutib yuborganida tomoshabinlar nima bo'layotganini ko'rib shokdan yoqalarini ushlab qoldi. Voy bo, nima bo'lyapti o'zi? deb baqirishardi ular. Mitti xonim Kamyu bu qonli tartibsizlik ichida amakisi Adolfning vahimali ovozini eshitib, nima qilishni bilmay qotib qolgandi. Xayriyatki, u so'nggi soniyada himoya sehrini ishga solib, jiddiyroq jarohatlardan omon qolgandi. Lekin olovli portlash uning kiyimlariga zarar yetkazib, uni juda noqulay ahvolga solib qo'ygandi. Tutun tarqalgach, hamma uni shu ahvolda ko'rishdan uyalib, bechorani ko'zlariga yosh quyilib keldi va kutilmaganda xuddi kinolardagidek Vikir uning shundoqqina ro'parasida paydo bo'ldi va unga yopinish uchun o'zining ustki kiyimini uzatdi. Qoyilmisiz bu ritsarlikka? Kamyu uning bu kutilmagan mehribonligidan ochiqchasiga shok holatiga tushib qoldi. Axir ular ashaddiy dushman-ku, nega u yordam beryapti? Vikir kiyimini olishni qat'iy talab qilganida qizaloq uyalibgina zaif ovozda e'tiroz bildirdi. Kamyu xavotir bilan: "Axir yagona kiyimingni menga bersang, o'zing ustki kiyimsiz qolasan-ku", dedi. Lekin bizning sovuqqon Vikirga o'zining ahvoli umuman qiziq emasdi. U xuddi toshdek qotib turardi. Kamyuning miyasi qotib qolgandi. "Biz dushmanmiz-ku. Nega u menga bunchalik g'amxo'rlik qilyapti?" Shu payt Kamyuning ko'zi Vikirning qo'lidagi chuqur tirnalgan joydan sizib chiqayotgan qonga tushdi va vahima bilan unga ko'rsatdi. Vikir ham buni ko'rib hayratda qoldi. Axir uning tanasi afsonaviy Styx daryosining suvi bilan temirdek mustahkam qilingan edi-ku. Qanday qilib tirnalishi mumkin? U darhol tushunib yetdi. Anavi ahmoq qilichbozning qurolida qandaydir dahshatli avro qoldig'i bo'lgan va aynan shu narsa uning terisini teshib o'tgan. Qalin chang buluti sekin-asta tarqalib arena yorishgach, tomoshabinlar Kamyu va Vikirni ko'rishdi. Adolf jiyanining sog'-salomat ekanligini ko'rib yengil tortdi, chuqur nafas oldi. Tomoshabinlar esa g'alati manzaraga guvoh bo'lishardi. Morglar xonimi yerda qulab yotibdi, lekin qon yosh Baskervillardan oqmoqda. Xo'sh, endi aytingchi, bu qonli jangda aslida kim g'olib bo'ldi ekan-a? Tomoshabinlarning e'tibori darhol ustki kiyimsiz turgan Vikirga tushdi. Ular atigi 8 yoshli bolaning shunchalik baquvvat, chiniqqan va temirdek mustahkam jangchi ekanligini ko'rib, ochiqchasiga hayratdan yoqalarini ushlab qolishdi. Bu bola o'zi odammi yoki maxluqmi deb pichirlashardi. Kamyuning ko'zlari esa Vikirga umuman boshqacha g'alati mehr bilan bo'ylardi va uning yuzlariga qip-qizil uyat aralash qizillik yugurdi. Oho, romantika boshlandimi deyman. Adolf o'zining sevimli jiyani Kamyuni bag'riga bosib quchoqlab turganda ham qizaloq Vikirga o'girilgancha qizarib qarab qo'yardi. U o'zining bu tuyg'ularini umuman tushuna olmasdi. Axir u mening dushmanim-ku. Nega unga bunchalik tortilyapman deb o'ylardi u. Bu qonli va qiziqarli jangdan so'ng ota Gyugo va Vikir saroyning xira yoritilgan sokin yo'lagi bo'ylab yonma-yon yurib borishardi. Gyugo sekin Vikirga o'girilib sovuq ohangda "Morg urug'ining erkatoy xonimi bilan bo'lgan jang qanday o'tdi?" deb so'radi. Vikir esa yuzda o'sha ayyorona tabassum bilan "Juda qiziqarli bo'ldi. Men bu tadbirning asl maqsadi nima ekanligini yana bir bor juda yaxshi tushunib oldim" deb javob qaytardi. Qani qahramonimiz yana qanday dahshatli rejalarni tuzmoqda ekan? Gyugo shunda bir qiziq gap qildi. "Sehrgarlar bilan jang qilish oddiy qilichbozlar jangi emas. Nega shartta bitta aniq zarba bilan ishni bitirmading?" deb so'radi. Vikir esa biroz ikkilanib, yuzida g'alati ifoda bilan "To'g'risi, qiz bola bilan qanday jang qilishni bilmay biroz chalg'ib qoldim" deb tan oldi. Qoyil, bizning qotilimizda ritsarlik qoidalari bor ekan-ku. Gyugo esa unga qattiq ogohlantirish berdi. "Jang maydonida himoyani bir soniya ham bo'shattirish kerak emas. Bu qimmatga tushadi. Bu jarohatlar senga bir umrlik saboq bo'lsin" deb ogohlantirish berdi. Vikir ochiqchasiga hayratda qoldi. Oho, nahotki shu muzdek sovuq Gyugo mendan xavotir olayotgan bo'lsa?
Axir u o'tgan hayotida Gyugoning yoshligini unchalik eslay olmasdi. Chunki bu odam doim toshbag'ir, qattiqqo'l va o'ta shafqatsiz bo'lganda. Uning xarakteri birinchi xotini va to'ng'ich qizini fojiali tarzda yo'qotgani uchun shunday shafqatsiz bo'lib qolgani haqida saroyda turli mish-mishlar yurardi. Lekin ochiqchasiga aytganda bu Vikerning muammosi emasdi. Uning o'z dahshatli rejalari bor. Shundan so'ng Gyugo to'satdan mavzuni butunlay boshqa yoqqa burdi va Vikerdan: "Xo'sh, anavi bahsli yoqut konlari bilan nima qilishimiz kerak deb o'ylaysan?" deb so'radi. Tasavvur qilyapsizmi? Butun boshli urug' boshlig'i 8 yoshli boladan siyosiy maslahatlar so'rayapti. Viker esa umuman ikkilanmay: "Mening fikrimcha, konlar ustida nazoratni shunchaki ularga berib yuborishimiz kerak" deb kutilmagan taklifni o'rtaga tashladi. Buni eshitgan Gyugo shok holatiga tushib, joyida qotib qoldi va darhol buning sababini tushuntirishini talab qildi. Viker o'zining daho rejasini tushuntira boshladi. Baskervillar urug'ining eng asosiy va muqaddas vazifasi o'z hududlarini kengaytirish. Lekin o'sha konlar atrofida yashovchi qonxo'r maxluqlar va yovvoyi qabilalar bizning u yerga bostirib kirishimizda juda katta bosh og'rig'i bo'ladi. Agar biz morg urug'ini o'sha yerga kiritib, ulardan xuddi tekin mardikordek yaxshilab foydalansak, o'zimizning yo'qotishlarimizni deyarli nolga tushirishimiz mumkin. Qoyilmisiz bu aqlga? Bu gaplarni eshitgan Gyugo esa uning bu dahshatli rejasini to'liq qo'llab-quvvatladi.